Assalomu alaykum. Bu O'rizordagi obyektimiz. Xudo xolasa bu obyektimiz ham shukurkalarga tayyor bo'ldi. Shpagulovkalar tortib, tegalar yopishtirib. Bu obyektimiz endi hayitdan keyin kelib shukurkalarni boshlaydi mallallarimiz. Bo'yoq ishlari keyingi oydan boshlaymiz xudo xolasa. Yolagillarni hammasini tekshirib, tayyorlab qo'ydik bu yerda. Общий санузел. O'g'il bolalar детский spalni. Kattalar yotoqxonasi. O'zining sanuzeli bilan. Dam olish xonasi. Bu ham ikkinchi spalni, o'zining sanuzeli bilan. Xudo xolasa beylarni ham polni losevga chiqarganmiz. Video jarayonida qo'yib boramiz hali. Emosob bo'lganlarini ham qo'yib beramiz.